Dunyoda beqarorlik kuzatilayotgan davrda birlik g'oyasi o'ta muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun Qozog'iston Xalq Assambleyasi kabi tashkilotning ahamiyati naqadar yuksakligini unutmaslik kerak. QXA tenglik va totuvlik timsoliga aylandi. Qozog'istonda u qator tashkilotlar tarmog'iga aylandi. Hozir uni ijtimoiy totuvlik infratuzilmasi deyish mumkin. U orqali Qozog'istonda mavjud barcha etnos vakillari o'zgarishlarda ishtirok etyapti. Davlat rahbari Qozog'iston Xalq Assambleyasining 34-sessiyasida shu haqda gapirdi. Qosim-Jomart To'qayev qatnashchilarni QXAning 30 yilligi bilan tabrikladi. В последние годы в результате масштабных политических реформ So'nggi yillardagi islohotlar natijasida assambleya uchun bunyodkorlik imkoniyatlariga ega bo'ldi. Senatning 5 nafar deputati QXA tavsiyasiga ko'ra prezident tomonidan tayinlanadi. Shu tariqa mamlakatdagi barcha etnoslar manfaatlarini qonunchilik darajasida taqdim etish imkoniyatlari ancha kengaydi. Bundan tashqari, Qozog'iston parlamenti tarixida birinchi marta ijtimoiy totuvlikni mustahkamlash masalalari bilan shug'ullanuvchi bir el bir maqsad palatalar aro deputatlik guruhi shakllandi. Группа «Бір ел, бір мүдде», занимающаяся вопросами укрепления общественного согласия. Bundan tashqari QXAning 12 nafar a'zosi milliy qurultoy tarkibiga kirdi. Barcha mintaqalarda do'stlik uyi ochilgan. Ularda minglab etno-madaniy birlashmalar faoliyat yurityapti. Umuman olganda assambleya qoshida 4000 tadan ziyod jamoat tashkiloti bor. O'tgan yili assambleya mintaqalarda 15 mingta tadbir o'tkazdi. Ularda 1 millionga yaqin odam qatnashdi. Qozog'iston prezidenti ta'kidlagani kabi, assambleya jamiyatni jipslashtirish va milliy o'zlikni mustahkamlash vositasi bo'lib qolyapti. Qosim-Jomart To'qayev QXAning 2026-2030 yillar uchun rivojlanish konsepsiyasi yaratish lozimligini ta'kidladi. Millat birligini mustahkamlash uchun davlat va jamiyat mexanizmlari takomillashtirilishi lozim. Assambleya аймақтардағы жұмысты жандандыру керек. Assambleya mintaqalarda faoliyatini kuchaytirishi kerak. O'tgan yili mamlakatimiz tarixiy ma'naviy markazi Turkiston shahrida do'stlik uyi ish boshladi. Shu kabi maskanlar aholi zich yashaydigan Almaty viloyatida ham ochilishi lozim. Shu tariqa mintaqaning yana bitta muhim jamoat markazi ishlay boshlaydi. Assambleya turli millatlar yashaydigan Qo'rday, Uyg'ur, Sayram, Panfilov va boshqa tumanlarda faol bo'lishi lozim. Tegishli organ rahbarlari va hokimlar assambleyaning etno-mediatsiya sohasidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlashi, el bo'lish va totuvlik loyihasi yaqin 2 yil ichida mamlakat miqyosida ish yuritishi zarur. Жан-жақты қолдау көрсетуге тиіс. Елдесу және татуласу жобасының ауқымын кеңейтіп, оны алдағы 2 жылда бүкіл елге тарату қажет. Prezident axborot maydoni birlik va totuvlik mavzusi zarurligini ta'kidladi. Turli etnoslar tilidagi matbuotga yordam berishni topshirdi. Birlik xilma-xillikda tamoyili asosida madaniyat va san'atni rivojlantirishni topshirdi. QXAning 30 yilligi doirasida davlat rahbari tinchlik, do'stlik va hamkorlik yo'lidagi xizmatlar uchun mukofotlar topshirdi.